Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun men Koreyadagi eng katta Daiso'lardan biriga tashrif buyurdim. 12 qavatli Daiso Myeongdongda joylashgan. Mana bu 12 qavat ma'lumoti 12-etajgacha har bitta qavatga birma-bir yurib ko'rib chiqdim. Juda ham katta Daiso va ajoyib nima deydi? Men uchun juda ham bir ajoyib hodisa bo'ldi. Chunki eng arzon, eng qimmat narxi shu 5000 won, koreyskiy won, ya'ni O'zbek so'mida 42 mingga to'g'ri keladi. Endi hamma narsa eng maksimum 2000 won, 3000 won, shu eng qimmat narsa 5000 won hisoblanadi bu yerda.